E'tiborlar markazida Deepal oilasining eng kenja va sho'x vakili Deepal SL03. Ni hao, ketdik. Endi hammamizga qiziq, boshida narxi deysizlar. Buni narxi indeks bozorda, norasmiy bozorda narxi $23,000 atrofida. Albatta buni rasmiy dillari ham bor. U yoqda narxlar ozgina qimmatroq, $25,500 atrofida. Endi u yoqda kafolat beradi, batareyasiga, keyin servis sentri bo'ladi. Qanaqadir ehtiyot qismlarini olishingiz mumkindir. Yana shunga o'xshagan qo'shimcha qulayliklar bo'lganligi sababli u yoqda qimmatroq. Lekin farqi yo'q. Agar o'zimda tanlash imkoniyati bo'lganda, albatta indeks bozoridan olgan bo'lardim. Chunki hozir juda ham ikkinchi qo'l boshqa joylarda qo'shimcha ehtiyot qismlarini topsanglar bo'ladi yoki buyurtma bersanglar olib kelib beradi. Xullas, ancha arzonroq. Endi mashinani tashqi ko'rinishi haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, tashqi ko'rinishi, ayniqsa shu oldi ko'rinishi juda ham chiroyli. Endi buni ozgina yaponlardan o'rgandi nimadirlar, Ford kompaniyasidan o'rgandi, 20 yil birga ishladi. Undan tashqari qo'shma korxonalar qildi, shunga o'xshab mashinalar ham ishlab chiqardi. Qaranglar, juda ajoyib tashqi ko'rinishdagi mashina bo'lgan. O'tkir, jahldor, sport elementlariga boyitilgan, ayniqsa oldi chiroqlarini qaranglar. Kesaman deb turibdi-yu, lezvaga o'xshab. LED oldi chiroqlari bor, kunduzgi yoritqich chiroqlari ham LED. Mana bu 3 ta belgi, bu hamma joyda takrorlanadigan belgi hisoblanadi. Mana kalitida ham shunaqa. Hamma joyda bu dizayn yechim, qanaqadir qayerga ko'zingizlar tushsa, shunaqa 3 ta bo'limlarga bo'lingan. Endi bu kunduzgi yoritqich chiroqlar, pastda esa uzoqni va yaqinni yoritadigan chiroqlari ham bor. Va uni pastda yana qanaqadir chiroqlari bor. Bu o'sha rasmiy dillarda asosan master account qilib beradi, bilamiz. Master account telefoningizlarga ulab, uzoq masofadan yoqib o'chirib, konditsionerlarni boshqarsa bo'ladi. Bundan tashqari mashinani oldiga, orqaga qilsa ham bo'ladi. O'shunaqalarda shunisi ishlaydi deydi. Bilmadim endi. Bozordagilar ham master account qilib beradiganlari bor, yo'g'i bor. Faqat kelib so'rash kerak. Va bundan tashqari qaranglar, oldi ko'rinishi juda bir o'ziga jalb qiladigan, yoshlar bo'lib turibdi. O'tirib shu haydagisi keladi. Qaysidir tomonlama Malibuga yaqinroqmi odam o'ziga tortadi-da. Buni har bitta o'zbek Malibu genderidan keyin Malibu haydagisi keladi. Bu ham qanaqadir o'ziga tortib turadi, o'tirib haydagisi keladi. Ajoyib. Keyin mana bu joylarda havo oqimini keladigan aerodinamika teshiklari qoldirilgan. Bu bilamiz, g'ildiraklarni sovutadi, aerodinamikani yaxshilaydi. Elektromobillarda aerodinamika juda ham muhim rol o'ynaydi. Va aerodinamika haqida gap ketganda, bu mashinani aerodinamika kesish koeffitsiyenti 0,23 CD deyiladi. Sport mashinalariga o'xshagan. Bu elektromobillarda juda ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Endi mashinani mana yon taraflariga o'tamiz. Yon tarafida birinchi bo'lib 19 radiusli qor parchalarli disklar kutib olyapti. GT kompaniyasiga tegishli shinalar juda ham bir anaqa siyg'anish anaqasi juda ham ko'p. Qattiqroqmi, qanaqadir yurishi noqulayroq. Shuning uchun almashtirish tavsiya etiladi har doim. Va bundan tashqari to'xtatish tizimi shamollaydigan to'xtatish tizimi bilan jihozlangan, orqada esa shamollamaydi. Orqada ham, oldida ham diskli to'xtatish tizimi, oldidagisi ana tesh qilingan demoqchiman. Supportiga e'tibor beradigan bo'lsak, boshqa Xitoy mashinalaridan ajralib turadi. Qaranglar, kattaligini, to'xtatish tizimini. Orqada ham kattaroq nisbatan. O'zi oldida katta, orqada kichikroq bo'ladi. Bunda bir xil qilingan, ajoyib. Va bundan tashqari yon tarafida asosiy narsalardan bittasi mashinaning clearance hisoblanadi. 15 sm. Bu normal deb o'ylayman, chunki o'sha hammamiz bilgan Malibudan 12 sm hisoblanadi. Bu 15 juda ham yaxshi. Va aytib o'tishim kerak, Gakayong S'da o'zim haydab yuraman, 3 yildan oshdi. Unda ham 12 sm. Bir marta tagini tegizib olganman, unda ham tor ko'chaga kirganimda. Orqa balkasi tegan. Bunda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Shaharda yursa va sal noqulayroq yo'lda yursalar ham muammo bo'lmaydi. Va eng asosiylaridan bittasi mashinani butun badani, ya'ni shu loy tegadigan, suv tegadigan joylari hammasi zanglashga qarshi himoyalangan. Bu biz uchun juda ham muhim. To'g'rimi? Ketdik. Endi shu 360 kameralar joylashgan, bundan tashqari sho'ng'iydigan eshik tutqichlari menga umuman yoqmasdi.
bilmayman, balki 2026-yildan agar ishlab chiqarilishi davom etsa, bunaqa eshik tutqichlari hozirda Xitoydan chiqib ketyapti, chunki qanaqadir avariya paytida ochilmay qolyaptimi, nimadirlar bo'lyapti. Shu sababli bunaqa tutqichlardan voz kechyapti, an'anaviyga o'tishyapti sekin-sekin. Bu juda ham yaxshi. Buni yon tarafda, bu taraf mana elektr quvvatlash porti joylashgan. Tez-sekin mashina 30% dan 30 dan 80 gacha 15-20 daqiqada quvvatlana oladi. Xuddi shuni narigi tarafida 45 litrlik benzin sig'imi baki bor, ya'ni 92 benzin qo'yish kerak. Shu paytda orqasiga yetib keldik. Orqasi nisbatan bilmayman, o'zimga oldi dizayni ko'proq yoqadi. Orqada sal nimalarga bilmayman, bo'rtirib yuborganmi, sal tushunarsizroq bo'lib qolgan yana o'sha elementlar, dipal elementlari va mana ulama qoshlik, naqshinkor orqa shu chirog'i, kunduzgi yoritish chirog'i, kechish yoritish chirog'i, ulama qoshli chiroq, orqa chiroq deylik. Mana endi mashinaning orqa tarafiga ham yetib keldik. Orqa tarafi liftbek bo'lganligi uchunmi, bilmayman, oldiga nisbatan sal xunukroq tuyuladi. Qanaqadir dizayn yechimini boshqacharoq qilganda yana ham bir chiroyliroq bo'larmidi deb o'ylayman. Mana dipal belgilari bor, hamma joyda shunaqa. Keyin mana uzun ulama qoshlik chirog'i bor, juda ham yaxshi, naqshinkor bo'lib turibdi. Markazda esa dipal belgisi ajoyib. Bundan tashqari, sizlar e'tibor berayotgan bo'lsanglar kerak, bu yerda havo oqimini kesish uchun spoileri bor. Bu qimirlamaydi. Mana tepadan havo tushadi, pastga ezadi. Aerodinamikani juda ham yaxshilaydi. Endi mashinamiz liftbek. Liftbek bo'lgandan keyin orqada yuklar yetarlicha katta bo'ladi. Xo'p, orqa yuk xonasi 473 litr. Juda ham katta. Agar orqa o'rindiqlarni yotqizadigan bo'lsak, 1180 litrlik joy bo'ladi. Ajoyib katta. Bemalol katta ko'rinishdagi yuklari qo'yib yursa bo'ladi. Elektron kuchaytirilgan va bundan tashqari xavfsizlik tomonlama, agar yopganinglarda u bukum qolib ketadigan bo'lsa, eshitmay qoldinglar, yopildi, tegadi, ochiladi. Qisib qolmaydi demoqchiman-da. Endi mashinaning ichki dizayniga ham yetib keldik. Aytgancha mashinani tashqi ranglarini qo'yib ketamiz. Shunday pauzani bossanglar ko'rasizlar qanaqa ranglari bor va ichki ranglari ham shunaqa ranglari bor. Ketdik. Xullas, mashinaga o'tirishdan oldin romsiz eshiklar, bu sportga juda ham yo'naltirilgan romsiz eshiklar, bu qanaqadir odamga boshqacha qo'shimcha qanaqadir kayfiyat bag'ishlaydi. O'zingiz qanaqadir juda ham qimmat sport mashinaga o'tirayotgandek his qilasiz yoki baribir boshqacha hissiyot beradi. Xuddi tomi ochiq mashinada yurgandek, kabriolet deydik-ku, shunaqa. Xo'p, bu yoqda o'sha yumshoq plastik, bu yoqda charm, eko charmdan foydalanilgan, bu yoqda ambient yoritish tizimi bilan jihozlangan. Ovoz chiqarish tizimi ajoyib. Dipal ovoz chiqarish tizimi bilan jihozlangan. O'zi Sony deydi. Qaysidir joylarda, qaysidir joyda dipal turibdi. Shunaqa. Bizning mashinamizning rangi qoraga, shunaqa apelsin rangli bo'lgan. Ajoyib, hozirda trenddagi ranglardan foydalanilgan. Xo'p, bu yoqlari plastikdan ishlatilgan. Bu yoqlar chiziladigan plastik, buni albatta laminatsiya qilib qo'yish kerak deydi-ku. Xo'p, o'rindiqlari ham eko charm, o'rindiqlarimiz isiydi, soviydi va bundan tashqari mana tepa qismida ovoz chiqarish tizimi bilan jihozlangan. Ya'ni telefonda yoki navigator ulab ketayotganlarda ovoz shu yerdan chiqadi. Butun anaqalari ishlab ketmaydi. Ovoz chiqarish tizimi bo'ladi. Поверните направо deydi-yu, ana Yandex ulab olsangiz boshqa mashinalarda. Bu yerda faqat qulog'ingiz tagidan chiqadi, cho'chitib olmasdan. Gaplashganlarda ham maza qilib gaplashib ketasizlar. Ayniqsa uylanmaganlar bo'lsa, juda uzoq gaplashadi-yu telefonda. Asqotadi, bir asqotadi. Quloqlari tagida o'sha yelkalarda turib gapirayotgandek bo'ladi. Maza qilib gaplashasizlar. Endi men ichiga o'tiraman. Xo'p, mashinaga chiqib tushish sal qiyinroq, chunki bu sedan bilamiz. Qaranglar, o'tirishim bilan ekran menga qaradi. Qulaylik. Ana yosh kattaroq odamlar bo'lsa, sal erinish bo'lsa kerak deyman, chunki SUV ga chiqib o'tirish osonroq-da. Ana o'tirdingiz, ekran sizga qaradi. Tormozni bosadigan bo'lsam, o'rindiqlar xotirasi bor. Shunday o'sha siz saqlab qo'ygan anaqaga keladi. Va bundan tashqari mana o'tirdim. Juda ham qulay o'tirish va o'zimni balandroq o'tirganimni his qilyapman. Bundan tashqari atrofdagi voqea hodisalar ham yaxshi ko'rinyapti.
deylik. Xo'p, endi salonni ichida nimalardan foydalanilgan? Xo'p, tepadan tushadigan bo'lsak, bu yoqda qattiqroq plastik mana. Pastroqga tushadigan bo'lsak, bu yoqlar ham plastik, bu yoqlari alkantara deydi. To'g'ri, bu endi 100% bir alkantara bo'lmasa kerak, mana bu joylari ham qanaqadir. Bilmadim, charmga o'xshab ketyapti, lekin bo'lgani yaxshi. Mana bu joylari oddiy materiallardan foydalanilgan. Bu joyda mana o'zingiz ko'rib ketsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari tepasi panorama. Bu qoraytirilgan. Hozir bitta narsaga e'tibor berdim. Toshkentda juda ham issiq, 50 gradusdan baland, salqin tushdi-yu, lekin tomi unaqa qizib ketmagan. Boya o'sha birinchi marta haydayotganda e'tibor berdim. Qizib ketmagan, lekin Xitoydan ani yopiladigan narsasini olsa bo'lsa kerak. Baribir endi bu shu kitobida, saytida shu ultra binafsha yomon nurlarni to'xtatib qoladi deb yozib qo'ygan-u, baribir nimadir bilan yopib qo'yish kerak bunaqa jazirama issiqda degan xayol keldi. Xo'p, endi havo oqimini boshqarish tizimi bu an'anaviyligicha qolgan, juda ham yaxshi, ochib yopish tizimi. Pastroq markazda esa rul joylashgan, juda ham yaxshi, 360 kamerasi bilan jihozlangan, juda ham yaxshi ekan. Mana bu joylarga o'zingiz xohlagan narsangizni qo'yasiz bilan, masalan, yukxonani ochish yoki bunisiga benzin bagini ochishmi, shunga o'xshagan narsalar qo'yib olsanglar bo'ladi, mana bu joydan chiqib keladi. Xo'p, ovozli boshqarish tizimi shunga o'xshagan multi ruldan tashkil topgan. Xo'p, o'ng tarafida uzatmalar qutisi, chap tarafda esa oynalarni artish, chiroqlarni boshqarish tizimi bilan jihozlangan. Markazda esa haydovchi ekrani turibdi. Bu yerda shu mana kartani ko'rib ketsak bo'ladi. Bundan tashqari qancha yurganligi, hamma kerakli anaqa ma'lumotlar bor. Mana necha kilometr yurishi, VLTC'da qancha mashina o'zi qancha yurgan, tashqarida ob-havo qanaqa, hamma kerakli informatsiyalar bilan jihozlangan. Endi markazda esa multimedia tizimi 14 dyumli ekran bilan jihozlangan, Snapdragon chiplari bilan kuchaytirilgan, juda ham yaxshi ishlaydi. Bu xitoyliklar juda ham oldinga o'tib ketib qoldi bunaqa tizim bo'yicha, ayniqsa Deepal Huawei'da ishlatadi. Bu ishlashlari juda ham tez, oson. Va bundan tashqari buni ruschasi yo'q, inglizchasi yo'q. Buni o'zi qildirib olishinglar kerak bo'ladi, pul berib. Xo'p, endi pastroqga tushadigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda simsiz quvvatlash tizimi, tez quvvatlaydi va sovutish tizimi bilan jihozlangan. Pastda esa joy bor, mana ambient yoritish tizimi bilan jihozlangan, 12 voltlik quvvatlash porti bor ekan, USB Type A raz'yomlari bilan jihozlangan. Pastda ham joy bor. Xo'p, tepada suv qo'yadigan joylarimiz bor, bu yoqda esa chuqur narsalar qo'yish uchun joylarimiz bor. Bu yoqda jentralarda bor, kobotlarda bor, bilamiz. Konditsioner sog'i bilan sovutadigan narsasi ham bor ekan. Qarang, ochib qo'yamiz, yopib qo'yamiz. Xo'p, o'rindiqlar yaxshi, sportga yo'naltirilgan dedi. Mana yon taraflarda ushab turishi, o'zingizga joylashuvingiz, baribir qanaqadir kuchliroq mashinaga o'tirgandek o'zingiz his qilar ekansiz. Endi orqani ko'rsatib qo'yay, endi baribir orqada ham kimlardir ketadi-yu, to'g'rimi? Xo'p, endi orqa o'rindiqlarga ham yetib keldim. Orqada o'tirish deyarli qulay, chunki mashinani oldi g'ildirak bilan orqa g'ildirak bazasi uzunligi 2.9, salkam 3 metr. Orqada ham odam bemalol harakatlanadi. Xo'p, mana tirsak qo'yish uchun joy bor, suv qo'yish uchun joy bor. Havo oqimini boshqarsa bo'ladi mana bu yoqdan. Ya'ni 3 ta zonali ekan-da, haydovchi, yo'lovchi, orqa yo'lovchilar uchun ham alohida zonalarga ajratilgan ekan deydi. Zo'r. Xo'p, bundan tashqari narsa qo'yadigan joyimiz bor, ambient yoritish tizimi ajoyib. Endi orqada o'tirgan odam mana bo'yin 183, tepada joy bor, tizzani oldida joy bor. Xo'p, yonimda nima deymiz? Bunaqasi kengligi ham, mashinani kengligi salkam 2 metr, 3 kishi mana bemalol sig'ar ekan, mana bitta odam o'tiradi, yo'qda yana bitta odam o'tiradi. Va bundan tashqari Isofix. Juda ham easy kirish tizimi qilib qo'ygan. Qaranglar, uni olasizlar, yosh bolani o'rindiqlarini qo'yasizlar va harakatni davom ettirasizlar deydi. Qaranglar, nima tez drive qilishdan oldin albatta xavfsizlik kamarlari, bitta narsani aytmoqchiman, qaranglar rangini, chiroyliligini yarashib turibdi. Bundan adashib ketmaydi, fotoradar qachondir adashib ketib qoladi. Qora bo'lsa, qora futbolka kiyib olgan bo'lsa, taqmadi deb o'ylaydi. Bunda biladi, taqqansiz. Jarimalar kamroq keladi. Ketdik. Tez drive boshladim. Xo'p, birinchi e'tibor beradigan narsamiz, chiqib tushish sal qiyinroq, lekin boshqa qulayliklar bor. Mashinaga o'tirdingiz, oldi qopqog'i deyarli bilinmayapti mashinani. Bu degani boshqarishga juda ham oson. Bundan tashqari yon oynalari katta, orqada bo'layotgan barcha ko'rinishlari bilib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, qo'shimcha qulayliklardan
Mashinada 5 millimetrli radar bilan jihozlanganligi uchun hozir ko'rinyapti. Bizda hozir quvvatimiz juda ham kamligi sababli anaqani o'chirishimiz kerak. Deydi-yu, nima edi? Sovutishdingizmi? Umuman kerak emas. Lekin qarang, mana bu joyda sariqligi, mashinamiz ham rullari sariq-ku. Kichkina detal bo'lsa ham yoqimli narsalar. Ketdik. Endi buni mana o'rtadagi odamga qilib qo'ysam ham bo'ladi, mana o'rtaga qilib qo'yay. Sizlarga ham ko'rinib ketsin, nimalar bor, nimalar yo'q. Tez drive boshladi. Xo'p. Ay. Ana LED chiroqlar bilan jihozlangan dedim. Yoritishsizmi? Ancha-muncha yaxshi. Mana to'g'rini ko'radigan bo'lsanglar, juda yaxshi yoritib beryapti. Xo'p, harakatni boshladik. Xo'p, isidi sovit dedim. Yon oynalar ham qishda isidi. Mabodo yomg'ir yog'ib, bezillatsam yoqib qo'yasizlar. Va bundan tashqari o'lik zonalari ham ko'rsatadi. Yon tarafdan bu kim kelib qoladigan bo'lsa, yonib sizlarni ogohlantiradi. Xo'p, tezroq. Ha, tushundim. Mashina tashbaqa rejimiga o'tib oldi. Bossam reaksiya qilmayapti. Qarang. 8 kilometrlik anaqa qoldi. Deydi. Shahar yo'llari emas, bu indeks yo'llari. Bu yerda bunaqa tez yura olmaymiz. Boya ancha-muncha haydadim. Mashinani oldida McPherson tipidagi osmalar, orqada ko'p tutqichli osmalar o'zini o'nqir-cho'qir yo'llarda juda yaxshi his qilyapti mashina. Ajoyib. Endi mashina 0 dan 100 gacha 7,5 sekundda tezlashadi. Mashinada orqa g'ildiraklari harakatga keltiradi. Hop. Mashinaning maksimal tezligi 170 km/soat hisoblanadi. Endi orqada 160 kilovatlik elektromotor bilan jihozlangan. Ajoyib. Endi yo'lda yurishlari ham o'zgacha. Birasa tez yurib ko'rsatardim, bu yerda unaqa tez yurish mumkin emas deydi. Xo'p, endi bu mashina eng full hisoblanadi, ya'ni HUD-lari bor, boshingga ko'tar tizimi bilan jihozlangan. Va bundan tashqari mashina 5 millimetrli radarlar bilan jihozlangan. Atrofdagi bo'layotgan voqealarni ko'rib bilib turadi va qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchi edim, mashinada avtomatik to'xtash tizimi, adaptiv cruise control, keyin va bundan tashqari orqaga yurayotganingizda to'siqlarni biladi. Keyin chiziqlari agar oldida qanaqadir to'siq bo'lsa, adaptiv cruise controlda, ya'ni burilish chiroqlarini yoqsanglar, chiziqni o'ta oladi, o'zgartira oladi. To'g'rimi? Xo'p, mashinamiz bilamiz, ketma-ket gibrid hisoblanadi. Bilamiz, mashinamiz ketma-ket gibrid hisoblanadi. Xo'p, bu nima degani? Li mashinalariga o'xshab benzin quyamiz, u generatorni ishlatadi, generator batareyasini quvvatlantiradi. Bu yerda Caterpillar kompaniyasiga tegishli litiy temir fosfat batareyalar bilan jihozlangan. 28 100 dan 32 kilovatlik, shunaqa 29 kilovatli batareya bilan jihozlangan. Batareyaning o'zida 220 km CLTC, 165 VLTC masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan kitobda. Umumiy agar 45 litr benzin quyib yuradigan bo'lsanglar 1400 km masofa bosib o'tadi deb aytib o'tilgan. Ya'ni bu o'sha uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil hisoblanadi. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, mashina o'zi narxiga juda ham arzigulik mashinalardan bittasi. Xo'p, buni bozorda bilamiz, hozir GAC Ion i60 shunga o'xshagan mashinalar juda ham trendga chiqdi, lekin bu mashinani alohida o'zining o'rni bor. Xuddi BYDda Han shu oilaning eng bir ko'zga ko'rinar vakili bo'lsa, bu ham Deepa oilasida eng ko'zga ko'ringan vakillardan bittasi hisoblanadi. Olishni albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa shu elektromobillarda qancha masofa bosib o'tishdan qo'rqadiganlar bo'ladi-yu. Xuddi shunaqalar uchun-da bu uzoq masofa bosib o'tadigan elektromobil. Shuni benzinni qo'yadi, bemalol aylanib, mana shu viloyat aylanib yursa bo'ladi. Xo'p, kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, izohlarda fikrlar qoldiringlar. Videomiz sifati kundan kunga yaxshilanib boryapti. Omonga rahmat deydi. Ketdik. Xo'p, qaranglar, hozir mashinani quvvati 8% ga tushib qoldi. Quvvati emas, to'g'rirog'i 8 km masofa bosib o'tadi deb ko'rsatib turibdi va tezlanishga anaqa bermayapti, imkoniyat bermayapti. Hozir oxirigacha bossam ham
shunaqa tezlikda harakatlanyapman. Indeksni ichida bo'lganligimiz uchun mashina indeksni ichida ko'proq oylab qolib ketadigan bo'lsa, bu indeksni ichida turishi pulli hisoblanadi. 600 qanchadir ming ham bo'lib ketibdi. Shu sababli olib chiqib keta olmadik, olib chiqib quvvatlantira olmadik. Benzin quyish kerak. Xo'p, bu birinchi masala. Ikkinchi masala 8 kilometr ko'rsatyapti hozir bosib o'tish. Aniq bilaman, keyingi quvvatlash portini bemalol topib ola olasiz. Masalan, Gakda 12 kilometrdan keyin qancha masofa bosib o'tishingiz noaniqroq bo'lib qoladi. Aytib o'tmoqchimanki, g'alati o'chib qoladi, qancha yura olaman, qayergacha bora olaman degan savollar tug'iladi-yu. O'shanaqa narsa yo'q. Bunda masalan 8 kilometr ko'rsatyapti, bemalol yura olaman. Va bundan tashqari keyingi quvvatlantiradigan port qidirib yurishim ham shart emas. Xohlagan benzin quyish shoxobchasiga kirib, mashinamni quvvatlantira olaman. Va bu tashbaqa rejimi ham yoqdi. Endi bu hali katta trassada muammo bo'lib qolishi mumkin. Katta trassada ketayotgan bo'lsangiz, juda qiyin bo'ladi. Keyin chiziqlarni o'zgartirib, benzin qo'yadigan joygacha borib oladigan. Agar kichkina joylarda bo'lsa, bemalol yo quvvatlash portiga borib olasiz yoki benzin quyish shoxobchasiga borib olasiz. Ajoyib qilingan. Bilib turibman 8 kilometr yurishini. Shuni ham sekin yuribdi. Xo'p, va bundan tashqari nimalar ishlamas ekan? Xo'p, konditsionerga yoqishga ruxsat yo'q. Yana shunga o'xshagan benzinni ko'p iste'mol qiladigan, ya'ni quvvati ko'p iste'mol qiladigan funksiyalarga, ya'ni sizni kirish anaqangizni dostуп deb qo'yadi, ruschasiga. Ya'ni kirish imkoniyatingizni cheklab qo'yar ekan. Bu ajoyib narsalar bor. Xitoyliklar nimalar o'ylab topishmaydi-ya. Orqaga yurayotganda orqa oynalarni pastga tushishi. Aytib o'tishim kerak, 360 kameraning sifati ham o'rta darajada. Yomon emas, dedi.